Assalomu alaykum hammaga hurmatli teledirlar. Bugun sizlar bilan yangi hafta uchun damashqa qilamiz, ya'ni bozor holatini keyingi haftaga ssenariy tuzamiz. Nimalarga, ya'ni qaysi instrumentlarga qanday ideyalar buy yoki sell, shularning shunga o'xshash. Ho'p, bizni time framelarimiz doimgidek o'sha 1 soatlik, 4 soatlik va 1 kunlik. Strategiyalarimiz ham ko'p, lekin asos ishlatadiganimiz Fibo. Ho'p, biz trend aniqlab olishimiz kerak birinchi bo'lib. Oh no. Hop, trendimiz bizda shartoviy trend ketyapti. Hop, trendimiz bizda shartoviy ketyapti. Hop, biz qanday ideyalar qilishimiz kerak? Ya'ni short sellga ideya qilishimiz kerak. Bizda ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda likvid hosil bo'lgan. Buni belgilashimiz kerak. Fibo tortamiz, ya'ni maksimumdan minimumga, chunki bizga shartoviy trend ketyapti. Va ko'rishingiz mumkin, likvid cho'zilib ketgan hisobga olmasdan mana likvid asosiy mana bu yerda bo'lgani uchun 0.5 bilan likvidni deyarli kirish nuqtalari bitta joyda. Bu shuni anglatadiki, 0.5 dan qaytib berish ehtimoli biroz ko'proq. Chunki bu yerda ikkita strategiya kirish nuqtasi bir joyda bo'lyapti. Ya'ni aynan bitta narxda emas, orasida 2-3 punkt bilan deyarli bitta joyda. Xo'p, biz ideyalarimiz, xo'p, bu yerdan qaytib beradi. Agar qaytib bermasa bizdan 0.608 dan 0.5 ga qaytib beradi. Bundan ham qaytmasa 0.786 dan 0.618 ga qaytadi. Ya'ni bizda Fibonacci teoriyasi shu. Keyin yana bitta qonuniyati bor, faqat bir zona ishlaydi mana. Masalan, 0.5 dan 0.38 gacha ishlandimi, keyin 0.618 ga borsa, yana sell bitim ochilmaydi. Dalshi buy yurib borishi mumkin. Chunki Fibonacci bitta ideyada bir marta ishlanadi xolos. Hop, 4 soatlikka o'tamiz endi. Hmm. 4 soatlikda ham hozirgi ideyamiz, ya'ni Fibo. Hozirgi ideyamizni qilib qo'yamiz. Просто svichalar, shamlar kamayib qoladi xolos. Kunlikka o'tamiz. Hop, 1 kunlikda mana. Nima shartoviy mana buni qo'ysam yaxshi bo'ladi. Hop, bizda mana bu yerda likvid hosil bo'ldi mana. Bu yerda likvid hosil bo'ldi va biz maksimumdan minimumga tortamiz. Va bizda 0.38 dan ishlab berib bo'lgan. 0.38. Xo'p, biz maksimumni bu yerga qo'yishimiz ham mumkin. Chunki kunlikda aktualnisini olish kerak, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya'ni bir haftalik shu yerdan olsa ham bo'laveradi, mana bu yerdan olsa ham bo'laveradi. Ya'ni dushanba kuni ochilgan narxdan maksimum olsa ham bo'laveradi. Xo'p, mana bu yerdan oladigan bo'lsak, 0.5 dan 0.38 gacha ishlab berib bo'lganimizda. Ya'ni maksimumdan bu yog'i, minimumdan bu yog'i. Bu yashil svicha ham ishlab bergan deyishlari mumkin. Yo'q, chunki bizda bu minimum sham bo'lib turibdi. Minimumdan keyingi sham ishlab beradi. Ya'ni bu 1 kunlikda. Xo'p, keyingi instrumentga o'tamiz. Bizda Euro USD 1 soatlikdan boshlaymiz. Hop, 1 soatlikka o'tadigan bo'lsak,
Endi emas. Shartova ketyapti bunda mana. Brenddan alohida endi buni o'chirib qo'yaveramiz. Biz endi maksimumdan minimumga Fibo tortamiz. Fibonacci. Bu yerdan ham tortsa bo'ladi deyishlari mumkin. Bu yerdan tortsak yaxshiroq bo'ladi. Mana. Endi nimaga deyishimiz mumkin? Bu yerdan tortsak. Bu yerdan ham olsak bo'ladi, lekin bizda mana bu yerda likvid bor. Bu yerdan bu yerga Fibo tortganimizda 0.8 yoki 0.5 dan ishlab bergan bo'ladi. Va shu ishlab bergan joyidan tortsak, bizga eng aktual, ya'ni eng reaksiya olishi yaxshi bo'ladigan maksimum o'sha bo'ladi. Ya'ni likvidity devasida. Va bizda mana 0.8 ga borgan. Bu yerdan stel savdosi ochishimiz kerak edi. 0.5 ga borsa ochamiz, 0.618 ga borsa 0.5 gacha. Ya'ni bunda ham xuddi o'sha teoriya. Fiboni bitta zo'r tarafi haftalik yoki kunlik time frame'larda ishlab beradi. To'g'ri 2 yoki 3 kunda tek oladi, lekin 60-70 punkt yuraveradi. Ya'ni unda siz lotni minimallashtirib ishlashingiz kerak. Sababi sliv bo'lib ketish ehtimoli katta. Chunki stoplar, teklar judayam katta punktlar bo'ladi. Ya'ni 5 punkt yoki 6 punkt emas, balki 50 yoki 60 punkt bo'ladi sizda. 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikda ham deyarli shu ideya. Ya'ni sijjalar, shamlar kamayib qoladi xolos. Ya'ni Fibo tortamiz. Ya'ni endi mana bu yerdan emas, mana bu yerdan tortaveramiz. Va biz 0.8 ga borib qaytishni boshlagan. Xo'p, kunlikka o'tadigan bo'lsak, ya'ni yevro USD bizda kunlik time frame'da xo'p, bizda shartoviy trend ketayotgandi. Shartoviy trend ketayotgandi. Ya'ni mana shunday. Va bizda bu yerda hop, Fibo tortamiz bu yerda. Mana bu yerdan Fibo tortsak, maksimumni shu yerdan olsak. Va bizda mana 0.618 dan 0.5 gacha ishlab bergan. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda likvid hosil bo'lyapti. To'g'ri 1-2-3-4 ga judayam mos kelgan, chunki yopilgan, ochilgan joylari bitta o'rinda. Lekin biz 1-2-3-4 da trendimiz mana bunday kelib turib, keyin siqilish kerak, keyin tashlab yuboradi. Hozir bizda kelgan, biroz narx o'ynagan va mana bu yerda hosil bo'lyapti. Ya'ni bu yerdan ketib qolish ehtimoli juda ham kam. Chunki bizda trend darsh yurmayapti. Sel kelib turib, yana sel ketishi bu biroz bozorga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni faqat narx o'sib turib, keyin siqilishni boshlasa, keyin sel ketishi mumkin. Faqat kunlik time frame'da. Bu yerda bo'lsa, yana sel ketib turib, biroz switch o'sgan. Откатman deydi, ya'ni 1-2-3-4 ga o'xshagan. Biz bunda tek olishimiz mumkin edi. Ya'ni bunda Fibo tortamiz buni minimumdan maksimumga va buni 1 soatlikka o'tkazib ko'ramiz mana. Mana bizda bu yerda o'sha rangoviy trend ketgan va mana bu yerda narx siqilgan. Xo'p, bu yerga kelgan va 0.5 dan 0.38 gacha ishlab bergan mana 1 soatlikda. Ya'ni agar shunday ideya bo'lib qolsa, bir kunlik o'tkazaylik.
Ya'ni sizda mana bunga o'xshash ideya bo'ldi. Ya'ni narx o'syapti. Siz buni bir soatlik o'tib savdo qilsangiz, kichkina punktlarda savdo qilsa bo'ladi. Bunday holati bo'lsa faqat Fibo bilan. Ho'p, endi bizda keyingi instrumentimiz USD Cat. O'chirib qo'yamiz. Hop, bir soatlikda boshlaydigan bo'lsak, bu yerda bizda shartoviy trend ketyapti. Mana shartoviy. Biz mana bu yerdan Vivodan 0.38dan 0.236gacha yaxshigina profit oldik. Va trendimiz bizda bayağı o'zgargan. Mana bu yerdan minimum olsak, hozir tortib qo'yaylik. Mana bu yerda minimum oladigan bo'lsak, biroz kelib berish qiyin. To'g'ri, 0.5 ga kelgan, kelmasligi ham mumkin edi. Agar biz mana bu yerdan olganimizda mana. Chunki bizda mana buni o'chirib turaylik. Xo'p, mana bu yerni yo'q deb hisoblaymiz. Real bozorda deyarli mana maksimumga keldi. Ya'ni mana uzun ko'ksigichalar yo'q, hali ochilgani yo'q deb hisoblaymiz. Va bizda kelgan mana 0.5, 0.618 mana keyin tekda olgan. Shuning uchun mana bu yerdan olsak, ya'ni ishlab bergan joyidan, o'tgan safar ishlab bergan joyidan birinchi ideya bu eng aktual, ya'ni reaksiya olish ehtimoli katta bo'lgan minimum bo'ladi. Va 0.618 ga to'g'ri kelib qoladi. Mana bunda bo'lsa 0.5 ga. Va bizda eng yaqinidan 0.79 dan qaytadigan bo'lsa, mana belgilab qo'yamiz. Eng yaqindan 0.79 dan qaytadigan bo'lsa, eng pastdagisidan 0.618. Ya'ni bir zona u yoq bu yoq bo'lib qoladi. Hop, bunga ham teoriya shu. Ya'ni minimumdan maksimumga Fibo 0.618 ga kelgan. Hop, 1 soatlik, 4 soatlikda ko'ramiz endi. Hop, 4 soatlikda qaraydigan bo'lsak, biz ancha pastroqdan minimum olib tortadigan bo'lsak, mana 0.5 ga kelib bering. Ya'ni hozirgi 1 soatlikdagi degani sal shamlar kamroq bo'lgan. Xo'p, kunlikka o'tamiz endi. Bir kunlik. Xo'p, bizda doimgidek Fibodan foydalanamiz. Aksiyadan tortamiz mana. Mana bu yerda 0.38 dan ishlab berib bo'lgan bir marta. Ya'ni bo'ldi endi. Endi savdoga kirish xavfli bo'ladi. Chunki bizda bir marta ishlab berib bo'lgan. Endi to'g'ri bu kunlikda bo'lishi qiyin, lekin bitta narsa ko'rsataman. Mana bu yerda ochildi mana. Bu yerga keldi, o'ynadi. Pastga tushib o'tib ketdi. Mana bu yerda ham o'ynab yurdi narx. Agar mana shu yerga keladigan bo'lsa, bay savdo ochilmaydi, ketadi. Bundayam yaxshigina profit olsa bo'ladi. Hop, GBP USD. GBP USD ni ko'radigan bo'lsak, o'chirib qo'yamiz. Hop, 1 soatlikdan qarashni boshlaymiz. Hop, mana 1 soatlikka keldik. Trendni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Mana shartoviy trend ketyapti. Bizga nima yordam beradi? Fibo. Mana bu yerga tortib ko'ramiz. Bundan 0.8 dan ishlab bergani shunga tortamiz. Va bunga ham 0.8 ga keldi. Bunga qo'yib ko'rish kerak. Mana bunda уже
0,618 dan olgan bo'lsa limitkani 0,5 ta chiqib ketgan. Bu tekda olib bo'lgan. Bunda bo'lsa mana tekda endi oladi. Ya'ni bizga eng aktuali muhim, ya'ni mana bu yerda ishlab bergani. Mana bu judayam muhim. Ya'ni to'g'ri punkt oz bo'ladi, lekin tek olishingiz aniq, chunki siz aktual minimumdan aktual maksimumdan tortyapsiz bolachilik. Xo'p, 4 soatlikda ham xuddi shu ideya bo'lsa kerak, faqat shamlar kamayib qoladi. Aytgandek mana просто maksimumimiz o'zgarib qoladi bunda. Mana 0,8 ga borgan. Endi bir kunlikka o'tadigan bo'lsak sizlar bir kunlikdayam bayram bo'lyapti. Xo'p, narx yaxshigina siqilgan bu yerda judayam. Ha, Langoviyda yoqsa bo'ladi. Mana bu yerda. Mana Langoviyda yiqilganmiz. Mana bu maksimum switchi va bizda narx 618 ga kelgan. 0. Hop, qayerda bu mana bu yerda ochilgan mana. 0,618 ga kelgan va 0,38 ga ketyapti. 0,5 ga kelgan va 0,38 ga ketyapti. Ya'ni tek olinadi bunda. Bizda hozir mana bu qizil switchi maksimum bo'ladigan bo'lsa, bundan keyingisi bizda ishlab beruvchi ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda yopilgan bo'lsa kelib, mana bu yerdan ochsa bo'lardi. Ozgina kasalman, so'kib yurmaysizlar. Ho'p, bir kunlikdan orqaga qaytib qo'yaman, yana bir soatlik qilib yurmasdan. Ho'p, bizni ko'rishinglar mumkin. Mana Langoy trend ketyapti va o'z-o'zidan mana bir kunlikda mana shu yerdan normalniy likvid yig'ilgan. Bu yerdan ketishi ham ehtimoli katta va case mix structure mana o'sha 0,5 yoki 0,8 bir xil joyda qaytishi shu yerdan ishlab berishi ehtimoli katta, chunki bizda mana bu yerda likvid bor, ham 0,5 0,8 va ularga to'g'ri kelyapti. Hop, 4 soatlikka o'tsak, boyagi likvidni ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, mana o'sha sizlarga aytgan likvidim. Ja, chiroyli likvid emas, lekin bu yerda qaytsa bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda birga bir ishlab bergan desak ham bo'ladi. Narx kelgan, mana bu ichida limitkani olgan. Bitta sana ishlab bergan. To'g'ri birga bir emas, lekin biroz bo'lsa ham foyda. Ya'ni 4 soatlikda bizda shartoviy ideya ketyapti. Biz endi maksimumni mana bu yerdan olmaymiz, chunki mana bu yerdan mana bu yerga qilganimizda 0,8 dan ishlab berib bo'lgan. Maksimum minimumni mana bu yerga qo'yib, ishlab bergan joyidan maksimumni olamiz. 4 soatlikda. Va mana ko'rishinglar mumkin, 0,5 dan 0,618 gacha ishlab berib bo'lgan. Endi 1 soatlikka o'tsak sizlar bilan. Aytishinglar mumkin, ishlab berib bo'lgan deyapti, yangi ideya bermayapti deb. Videoni oxirida kanalimga ham bugun bir obzor qilib ketaman, qo'shimcha. Barcha ishlab berganlar natijalarini tashlaganmiz. Ya'ni erta yangi qilingan ideyalar ham bor, o'sha YouTube'ga qo'yilgan ideyalardan ham natijalar bor. Xo'p, likvidimiz bor mana bu yerda, narximiz kelgan. Qaytib berish ehtimoli ham bor. Biz mana bu yerdan yanimizda 0,8 ga kelib bergan, ishlab bergan. Mana bu yerga tortsak, 0,8 ga kelib qaytyapti. Mana minimumni mana bu yerdan olsak ham bo'laveradi va 0,786 ga to'g'ri kelib qoladi bunda. Va bundan ochishimiz o'rinli bo'lmaydi, chunki mana bu yerda bizda mana 0,8 dan ishlab bergan ekan. Xo'p, keyingi AUD USD.
Bir soatlikdan boshlaymiz. Trendimiz shartga ketyapti, belgilash shart emas. Maksimumdan tortamiz mana minimumga. Va 0.38 ga yuqori reaksiyani olib, mana qaytishni boshlagan. Wow, perfekt. Xo'p, 4 soatlikda qarasak, bu yerda nima gaplar ekan? Bu yerda mana trend shartga ketyapti. Shartga ideal qilish kerak. Maksimumdan minimumga tortamiz. Va bizda 0.8 ga borib, уже qaytyapti. Va maksimum mana bu yerga olib qo'ysak, 0.5 ga biroz yetmagan spread hisob qilganda, lekin 0.5 dan 0.382 gacha tekrolik olsa bo'ladi. Spread hisobga olib. Bir kunlik. Xo'p, bir kunlikda hozircha ideyalar yo'q. Maksimum va minimumimiz bor xolos bizda. Shunday gaplar. Xo'p, bu tugadi. Endi kanalimni obzor qilsam. Hop, Telegramga o'tamiz. O'sha Trader Abdulloh. Xo'p, o'tgan shanba adashmasam video qo'yganman. O'tgan shanbadan beri qilingan natijalar. O'tgan shanba 10 may bo'lgan ekan. Xo'p, 10 mayga chiqamiz. 11, 9 may, mana 10 may. Tilladan 0.5 dan mana 0.38 gacha ishlangan. $143. Mana copy tradingga qo'shilmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Ya'ni teacherim, head teacher, master copy tradingga yangi algoritm yaratdi. Ya'ni may oxirgi haftasiga boshlangan master klassni yaratib portfelga qo'shsangiz bo'ladi. Minimal depozit $100, savdo juftliklari tilla va yevro yuzlik. Ikkinchi portfel, yangi portfel Master Gold, minimal depozit $1000, savdo juftligi faqat tillada. Islombek Astrov, ya'ni shu akamiz yozasizlar, qo'shilmoqchi bo'lganlar. Mana o'sha 10-kuni qo'ygan video ham qo'yganman. YouTube'ga qo'ygan video kanaliga ham tashlaganman. Va bizda USD Cat #to'r 0.5 ga kelgan va 0.38 ga ketyapti. Mana bizda Fibo'da shunday bo'ladi. Bitta mana bu yer yoki 0.38 dan 0.5 ga keldimi, deyarli bularda ham страховка riskni hisoblab страховкani qo'yishadi. Ya'ni narx tez bo'ladi forex bozorida. Tezda 0.79 ga kelib qolgan taqdirda ham bular stopini tirs uradida va 0.786 dek limitkani oladi. Mana bunda 0.5 ga qo'yganman, 0.5 dan tekda olingan va mana 0.20, 0.618 ga 0.60, 0.786niki. Shunday. Mana how USD #to'r. Ya'ni bunda ham maksimumdan minimumga olingan va 0.8 ga borgan bizda. Keyingisi mana H1da. Hop, H4dagi rasm va H1dagi rasm. 0.8 ga spread hisobini olganimiz uchun kelib tekimizni olgan. Va natijalarimiz $134. Mana qolgan limitkalarda arkaz qilganman. Xo'p, out USD H1da mana $22.60 bo'lgan bunda. Mana bu ideya bo'lgan. Xo'p, likvid bordi bizda, narx o'sgan va qaytib kelgan 3.3 bo'lib. Va mana tekda olgan. Judayam chiroyli tarzda bitta svichani o'zida. Xo'p, 14 may, ya'ni USD Cat. Ya'ni bu haftalikda xo'p, 0.8 ga borgan va 0.236 gacha $65.34. Endi 0.10 kirganmiz. Xo'p, natijasi mana. Euro USD #to'r. Mana Euro USD ga 786 gacha borgan. Va mana 0.38 ga limitkasi, 0.5 ga limitkasi, 0.618 va 0.786 dan oxiri qaytib kelgan. To'g'ri, bular 3tasi minusga yopilgan bo'lishi mumkin.
Mana bu 621 dollarda yopilgan va bularni minusini ham qoplagan. Risk hisoblaganmiz. 296 dollar foydada. Mana bu yerda ozgina yumor ham qilib qo'yganman. O'shanaqa hisob kitob qilishimiz kerak, tushunyapsizmi? Agar shunaqa hisob kitob hamma tomonda olmasak, ertaga hammaga qiyin bo'lib ketadi. Sizga, bizga, manga, ularga, hammaga. Mana bunaqa. Keyin bizda How USD H1da, ya'ni 0.38 ekan, 0.236 ga borgan va 127-180 dollar. Ya'ni o'tgan haftada qilingan ideyalar, berilgan ideyalar. Bu yerda ko'p bo'lishi ham mumkin, faqat tillaga. Bu paydo bo'lgan ideyalar ham qilib ketaverilgan. Va u yerda ko'rgan bo'lsalaring, o'tgan safar faqat hashtag va daily'da qilganman. Ularni limitkalarini ham qo'yib qo'yganman. Va olsa ularni ham kanalimga tashlayman, YouTube'ga ham joylayman. Kanalim mana katta bilan trader, pastgacha Abdulloh 07. Obuna bo'linglar. Keyingi haftadan Euro USDga bir hafta statistika qilamiz. Ya'ni H1da signal berib boraman. Ya'ni xohlasalaring kiringlar, xohlasalaring kuzatib yoki demo akkauntda sinab ko'rishinglar mumkin. Ya'ni minimal lotlarda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.